Shoirapot. Yana nima bo'ldi? Bir marta shu bo'yatdim, sochimni yog'ligimizda kimlargadir. Qarang, hech şey yoqmayapti. Hammam cho'qinib sal qaytib ketyapti ham. Nimadir qilamiz. Aytmay qo'yar endi Toshkentdagi o'zicha top koloristlardan. Shuning uchun qizlar ishonganinglarga kelinglar. Bir marta borsanglar уже bo'ldi. Nafsingni buzishadi, to'g'rimi? Necha oyda to'g'rilasa bo'ladi hozir bu sochimni. Sochingizni bitta to'g'rilab beraman. Iltimos. Shu qiynalib ketdim. Ocharib ketaveradi, sarg'ayib ketaveradi, bir narsalar bo'lib yuradi. Bormaslik kerak edi. Boshqa narsalar. Ayolcha siz ketib qolsangiz, to'g'ri ketib qolsam, bir-birimizga hech vaqtimiz to'g'ri kelmadi, majburligimdan bo'yatib Toshkentga ketdim. Ana oq sochlarimda ketmaydi deb. Qilamiz-ku.